Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar tezkor xabar e'tibor bilan aynan ushbu videolarimizni kuzatib turinglar. Xo'p, vodiyda tuman bo'layotgani sababli, Toshkentda ham tuman bo'layotgani sababli juda ham ko'p reyslarda yo'nalish o'zgaryapti, yokida kechikyapti, yokida surilyapti. Hech qanaqangi xavotirga o'rin yo'q. Qaysidir reyslar surilsa, xotirjam bo'linglar. Aynan ushbu reyslar surilishida to'g'ri tushuninglar, firmani hech qanaqa aybi bo'lmaydi. Lekin samolyot tuman bo'lsa qo'nalmaydi. Bortidagi 200-300 ta odamni hayotini xavfga qo'ya olmaydi. O'shaning uchun sizlar hech qanaqa xavotir olmang, ko'ngil to'q qilib, xotirjam bo'lib, oila a'zolaringdan xavotir olmanglar. Hammasi joy-joyida. Biz sizlarga shoshilinch yangilik bilan yuzlanyapmiz. Xudo xolasa bizda komfort paketlar tashkillashtirildi. Komfort paketlar qanaqa bo'ladi Mahmudjon desalaring, komfort paketimiz sharoiti to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Birinchi o'rinda bir juma Madina Munavvara, bir juma Makka Mukarrama. Madina Munavvarada 100 metr, Makka Mukarramada 801 kilometr oralig'idagi 4 yulduzli gastnitsa. Madina Munavvarada 3 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal. Adashmadingiz, Madina Munavvarada ham 3 mahal. Bundan tashqari 50 boshi hamrohligi 14 kun sizlar bilan birgalikda aeroportdan olib borib ziyoratlarni qilgizib, qaytarib yana olib kelib qo'yishadi 50 boshlarimiz. Inshaalloh bundan tashqari ziyoratlar Madina Munavvarada, Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharifga 100% tashrif. Undan tashqari Qiblatayn masjidi, Xurmo bog'ida kechki ziyofat, Makka Mukarramada, Mino, Muzdalifa, Jamorot, Arofat, Savr g'ori, Hiro g'ori, Daraxt masjidi, shu qatori ziyoratlarni amalga oshirganlaridan keyin eng asosiylari Qizil dengiz sayohati, Rojihiy masjidida kechki ziyofat, Toyif shahriga borib ziyorat hamda qaytayotib ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyati beriladi. Bizni inshaalloh birinchi yordam ko'rsatadigan doktorlarimiz, gastnitsalarimiz sharoiti bexijolat, ota-onangiz uchun komfort sharoit, ota-ona paketi yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa, aziz vatandoshlar, juda ham chiroyli paket, go'zal paket, standart paketni narxida qilib beraman sizlarga. Aziz vatandoshlar, bizning kanallarimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishdan to'xtamasalaring bo'ldi. 13 Farg'ona Jidda, bir juma Madina, bir juma Makka. Ushbu reysimizning narxi 1100-1090 dollar edi. Siz mana shu videoda ko'rib turgan akammisiz, ukammisiz, opammisiz, ota-onangiz umra safariga jo'natmoqchimidingiz? Siz uchun shu narx 1050 dollardan juda ham chiroyli chegirmamizni e'lon qilib qo'ydik. Atiga 11 dona joyimiz ochiq qolgan xolos, o'zi to'lovda. Qaysidir bitta oila 10 talik bor edi. 11 talik adashmasam bor edi. Bittalarini pasport yo'qolib qoldi, muammo bo'lyapti. Shu sababda 11 ta odamni reysdan olishga majbur bo'ldik. Mana shu ochiq joyga kimgadir nasib qilgan bo'lsa, 1050 dollardan 40 dollardan chegirma qilib qo'ydik. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar. Xuddi shu sharoitda 27-ga Farg'ona Jidda, bir juma Madina, bir juma Makkali yana bitta reysimiz bor. Bu ham komfort paketimiz, aytib o'tgan sharoitimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsa, 1100 deymizsa, 1090 dollardan qilib beramiz. Akalar, 1050 dollardan, 1100 dollardan standart paket sotishyapti. 2 mahal ovqati bilan, 3 mahal ovqati bilan sizlar uchun. Gastnitsalari Madinada 100 metr, Makkada 1 kilometr. Ota-onalarning qiynalmay maza qilib umra qilib keladigan chiroyli sharoitlar biz sizlarga tashkillashtiryapmiz. Bitta like bosinglar, kommentariyaga yaxshilaylar yozib qoldiringlar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar jo'natinglar. Komfort paketni xalq uchun arzonlashtirib qo'ydik biz. Xudo xolasa juda ham go'zal paketlar tashkillashtiryapmiz. Sizlar uchun, sizlarning ota-onalaring uchun, sizlarning oilalaring uchun. Bizga to'g'risi juda katta foyda ham zaril emas. Xuddi shunaqa komfort paketlarni kerak bo'lsa akalar 1100-1200 ga sotishadi. Biz xalq uchun ishlaymiz. Bizni mana shu mehnatimizni bitta like bosib, kommentariyaga yaxshilaylar qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'lganlarga jo'natib, bitta o'zlaring nima deydi? Rahmatlaringni aytib bersalaring xursand bo'lamiz. Xudo xolasa ziyoratchilar juda ham chiroyli umra qilishadi. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar, bizdan uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha.